Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Iyul oyida pensionerlar pul olish, nafaqa va qo'shimcha to'lovlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun ulgurib bajarishi kerak bo'lgan 5 ta ish bor. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, yolg'iz yashaydigan keksalarga va pensiya hujjatlari bilan bog'liq muammo chiqmasin degan har bir oilaga tegishli. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Qayerga borish kerak? Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak? Nimani tekshirish kerak? Qaysi xatolar pul kechikishiga olib keladi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim odamlar aynan kichik e'tiborsizlik sababli o'z vaqtida olishi mumkin bo'lgan pulini bir necha oy kutib qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday eslatmalar ko'p oilalarga amaliy yordam beradi. Avval ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Pensioner pensiya bo'limiga borardi, ariza yozardi, pasport nusxasini topshirardi. Bank yoki pochta orqali pulini olardi. Biror ma'lumot o'zgarsa, masalan, yashash manzili, bank kartasi, pasport nogironlik guvohnomasi yoki boquvchisini yo'qotganlik holati, buni odam o'zi borib aytmasa, tizim darhol bilmas edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu qulay. Lekin bir tomondan mas'uliyat ham oshgan. Agar pasport muddati, karta rekviziti, yashash joyi, ro'yxatdan o'tgan manzil yoki tibbiy ma'lumot bazada noto'g'ri turgan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Odam, men har oy pensiya olib kelayotgan edim-ku, nega bu oy kechikdi deb hayron bo'ladi. Sababi ko'pincha pul yo'qligida emas, hujjat yoki ma'lumot mos kelmay qolganda bo'ladi. Iyul oyi nega muhim? Chunki yoz oylarida ko'pchilik boshqa viloyatga ketadi. Farzandlari uyiga boradi, sanatoriyaga chiqadi. Ayrimlar kartasini yangilaydi, ayrimlarda pasport yoki bank kartasi muddati tugaydi. Bundan tashqari, yil o'rtasida ayrim to'lovlar, kompensatsiyalar, qo'shimcha yordamlar yoki qayta hisob-kitoblar bo'yicha arizalarni tekshirish zarur bo'ladi. Men sizga aynan shuning uchun 5 ta muhim ishni sanab beraman. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, pensioner pulni kartaga oladi. Lekin kartaning muddati tugaganini bilmay yuradi. Bank kartasining old tomonida odatda oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 17-25 deb yozilgan bo'lsa, bu karta iyul oyida tugashi mumkin. Ba'zi banklarda karta oyning oxirigacha ishlaydi. Ba'zilarida esa yangi karta olish jarayoni bir necha kun vaqt oladi. Agar siz iyulda pensiya tushishini kutayotgan bo'lsangiz, kartangiz muddati tugamaganini hozirroq tekshiring. Men amaliy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan pensioner ayol har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Karta muddati iyulda tugagan, lekin u buni sezmagan. Pensiya hisoblangan, lekin karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalana olmagan. Bankka borganda yangi karta 2-3 kunda tayyor bo'lishini aytishgan. Natijada ayol dori-darmonni olish uchun qo'shnilardan qarz so'rab turishga majbur bo'lgan. Muammo katta emasdek ko'rinadi, ammo pensioner uchun 2-3 kun ham juda muhim bo'lishi mumkin. Agar pulni pochta orqali olsangiz, manzilingiz to'g'ri ekanini tekshiring. Ba'zan pensioner qizining uyiga vaqtincha ketadi. Lekin pensiya eski manzil bo'yicha tarqatiladi. Pochta xodimi keladi. Odam uyda yo'q. Keyin pulni olish uchun qo'shimcha borib kelish kerak bo'ladi. Agar siz iyul oyida boshqa joyda bo'lishni rejalashtirgan bo'lsangiz, oldindan pensiya bo'limi yoki mahalladagi mas'ul xodimdan tartibni so'rab oling. Bank kartasini tekshirishda 3 narsaga qarang. Karta muddati, karta bloklanmaganligi, telefon raqamingiz bankka to'g'ri ulanganligi. Chunki ayrim amallar SMS kod orqali tasdiqlanadi. Agar eski telefon raqamingiz yo'qolgan bo'lsa, bank ilovasiga kira olmasligingiz mumkin. Natijada pul bor, lekin siz undan foydalana olmaysiz. Pensionerlar orasida pensiyaga chiqqanman, endi hujjat almashtirish menga ta'sir qilmaydi degan noto'g'ri tushuncha bor. Aslida shaxsni tasdiqlovchi hujjat eng asosiy hujjat hisoblanadi. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, ID karta olinmagan bo'lsa yoki familiya, ism, tug'ilgan sana, joy yashash raqami kabi ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, pensiya, nafaqa yoki kompensatsiya bilan bog'liq jarayonlar cho'zilishi mumkin. Masalan, bir pensioner erkakning eski pasportidagi tug'ilgan sanasi 1924 yil deb yozilgan. Boshqa bazada esa 1925 yil ko'rsatilgan. U qo'shimcha to'lov bo'yicha ariza berganda tizim ma'lumotlarini solishtirgan va nomuvofiqlik chiqqan. Odam bir necha marta idoraga qatnagan, keyin arxiv ma'lumotlari orqali to'g'rilatgan. Agar u buni oldinroq tekshirganda pulini ancha tezroq olardi. Iyul oyida men tavsiya qiladigan ish, pasport yoki ID kartangizni olib,
Undagi barcha ma'lumotlarni bankdagi ma'lumot, pensiya hujjatlari va mahalla ro'yxati bilan mosligini tekshiring. Ayniqsa yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, yangi hujjat ma'lumotlari hamma joyda yangilanganmi? Shuni aniqlang. Bankda eski pasport seriyasi turgan bo'lsa, keyingi to'lov yoki karta yangilashda muammo chiqishi mumkin. Bu masalada kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, yaqinda 6 yoki 65 yoshga to'lgan va pensiyaga yangi chiqqanlar. Ikkinchidan, eski pasportini ID kartaga almashtirganlar. Uchinchidan, familiyasini o'zgartirgan ayollar. To'rtinchidan, boshqa tumanga yoki viloyatga ko'chganlar. Beshinchidan, hujjatlarda ruscha, o'zbekcha yoki lotin yozuvidagi farq sabab ism sharifi turlicha yozilganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar sizning hujjatingiz yangi, karta faol, har oy pensiya o'z vaqtida tushyapti. Yashash manzilingiz o'zgarmagan, hech qanday qo'shimcha ariza bermagan bo'lsangiz, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki tekshiruv 10 daqiqa vaqt oladi. Muammo chiqsa, uni hal qilish esa haftalab cho'zilishi mumkin. Ko'p pensioner faqat asosiy pensiyasini oladi va menga boshqa pul tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha to'lovlar, moddiy yordam, parvarish bilan bog'liq yordam, nogironlik nafaqasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov, kommunal xarajatlar bo'yicha imtiyoz yoki mahalla orqali beriladigan yordamlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda aniq bir odamga sizga falon pul albatta beriladi deb ayta olmayman. Chunki har bir holat hujjat, daromad, oila tarkibi va qonunchilikdagi amaldagi tartibga qarab baholanadi. Lekin siz o'z huquqingizni so'rab bilishingiz shart. Masalan, yolg'iz yashaydigan 72 yoshli ayol bor. U faqat 1 million so'm atrofida pensiya oladi. Farzandlari boshqa viloyatda doimiy yordam bera olmaydi. Ayol mahallaga murojaat qilmagan, chunki men tilanmayman deb uyalgan. Aslida bu tilanchilik emas, bu qonuniy ijtimoiy yordam masalasidir. Mahalla uning sharoitini o'rganib, kerakli ro'yxatga kiritishi yoki tegishli idoraga yo'naltirishi mumkin. Agar u yilda murojaat qilsa, keyingi oylarda yordam olish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana bir misol. Pensioner erkak nogironlik guruhi bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak, lekin muddatni o'tkazib yuborgan. Natijada nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha to'lov vaqtincha to'xtab qolgan yoki qayta rasmiylashtirish kechikkan. Odam keyin nima uchun pul kamaydi deb so'raydi. Sabab oddiy. Kerakli tibbiy xulosa muddati o'tgan. Shuning uchun iyul oyida nogironlik muddati tibbiy komissiya sanasi ma'lumotnoma va xulosalarni albatta tekshirish kerak. Yana bir muhim holat. Oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, masalan, pensionerning turmush o'rtog'i vafot etgan, voyaga yetmagan nabiri uning qaramog'ida qolgan nogiron farzand bilan yashayotgan bo'lsa, bu holatlar ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda baribir bermaydi deb uyda o'tirmaslik kerak. Mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ijtimoiy xizmatlar bo'yicha mas'ul idoraga borib, vaziyatni tushuntirib, yozma yoki elektron tarzda murojaat qiling. Bu juda muhim va ko'pchilik e'tibor bermaydigan masala. Pensiya miqdori ko'p hollarda ish staji, ish haqi, sug'urta badallari va hujjatlar to'g'riligiga bog'liq bo'ladi. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanda barcha yillari hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Sababi mehnat daftarchasida muhr noaniq, korxona nomi o'zgargan, arxiv hujjati topilmagan, xotin-qizlarda familiya almashgani sabab moslik chiqmagan yoki eski ish joyi tugatilgan bo'lishi mumkin. Men amaliy misol aytaman. Bir ayol 3 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 24 yil staj tasdiqlangan. Qolgan 6 yil eski tikuv fabrikasida ishlagan davr bo'lgan, hujjat arxividan topilmagan. Ayol davlat billadi-ku deb yuravergan. Keyin farzandi arxivga so'rov bergan, eski buyruqlar va ish haqi qaydnomalari topilgan. Natijada pensiya qayta hisoblangan va keyingi oylarda pensiyasi oshgan. Bunday holatda hamma odamda bir xil natija bo'lmaydi. Lekin tekshirishga arziydi. Iyul oyida nima qilish kerak? Mehnat daftarchangizni eski ish joylaridan ma'lumotnomalarni, harbiy xizmat o'qish dekret davri, nogiron farzand parvarishi yoki boshqa stajga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan hujjatlarni bir joyga yig'ing. Keyin pensiya bo'limiga borib, mening pensiyam tayinlanganda barcha stajim hisobga olinganmi? Qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Eng yaxshi usul og'zaki so'rab ketish emas, ariza qoldirish. Chunki ariza bo'lsa javob ham rasmiy bo'ladi. Bu yerda bir nozik jihat bor.
har bir eski hujjat pensiyani avtomatik oshirib yubormaydi. Ba'zan topilgan davr qonun bo'yicha hisobga olinmaydi. Ba'zan oldin ham hisoblangan bo'ladi. Ba'zan ish haqi miqdori pensiyaga sezilarli ta'sir qilmaydi. Lekin siz tekshirtirmasangiz buni bilmaysiz. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Pensiya masalasida taxmin bilan emas, hujjat va rasmiy javob bilan ish ko'rish kerak. Eng katta xatolardan biri keyingi oy boraman deb cho'zish. Ijtimoiy to'lovlar va pensiya masalasida vaqt juda muhim. Ayrim to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab hisoblanadi. Ayrimlari hujjat to'liq topshirilgandan keyin ko'rib chiqiladi. Agar siz iyulda huquqingiz borligini bilib, lekin avgustgacha kutib yursangiz, pul olish muddati ham kechikishi mumkin. Masalan, pensioner qo'shimcha moddiy yordamga muhtoj, lekin mahallaga 5 iyulda emas, 28 iyulda murojaat qiladi. Hujjatlar o'rganiladi, dalolatnoma tuziladi, bazalar tekshiriladi, navbatdagi yig'ilish yoki komissiya sanasi kutiladi. Agar u oyning boshida murojaat qilganida jarayon tezroq boshlanardi. Shuning uchun men har doim aytaman, pul bilan bog'liq arizani oy oxiriga qoldirmang. Yana bir misol. Pensionerning bank kartasi almashtirilgan. Lekin yangi karta rekvizitlari pensiya to'lov tizimiga o'z vaqtida kiritilmagan. Odam bankda karta olgan, lekin pensiya bo'limiga xabar bermagan. Natijada pul eski hisob raqamga ketishga uringan yoki to'lov qaytgan. Bunday bo'lmasligi uchun karta almashtirsangiz, bankdan yangi hisob raqam yoki rekvizit kerakmi? Pensiya to'loviga ta'sir qiladimi deb so'rang. Zarur bo'lsa, pensiya bo'limiga borib yangi ma'lumotni topshiring. Endi istisnolar va yashirin nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma joyda tartib bir xil tezlikda ishlamaydi. Katta shaharda elektron ma'lumot tez yangilanishi mumkin. Chekka hududda esa odamdan qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Bu qonun boshqacha degani emas, amaliy jarayon farq qilishi mumkin degani. Ikkinchi nozik jihat, telefon orqali aytilgan gap rasmiy javob o'rnini bosmaydi. Siz idoraga qo'ng'iroq qildingiz, xodim kerak emas dedi. Lekin keyin boshqa xodim hujjat talab qildi. Bunday vaziyatda sizda isbot bo'lmaydi. Shuning uchun muhim masalada ariza raqami qabul qilingan sana. Murojaat nusxasi yoki SMS tasdiqni saqlab qo'ying. Uchinchi nozik jihat, qarindoshlar orqali ish qilishda ishonchnoma masalasi. Ko'p pensioner o'zi yura olmaydi. Farzandi yoki nabirasi idoraga boradi. Lekin ayrim hujjatlarni topshirish, pul olish, karta ochish yoki shaxsiy ma'lumotlarni olish uchun ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Men o'g'liman yoki men qiziman degan gap ba'zi holatlarda yetarli bo'lmaydi. Oldindan idoradan so'rab, notarial ishonchnoma kerakmi yoki oddiy vakillik yetarlimi? Bilib oling. 4-nozik jihat, qarzdorlik va majburiy ushlanmalar. Ayrim pensionerlar pensiyadan pul kam tushganini ko'rib hayron bo'ladi. Ba'zan bu bank komissiyasi, kredit qarzi, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy ushlanma bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensiya odatdagidan kam tushsa, darhol bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling va pensiya bo'limidan hisob kitobni so'rang. Kimdir pulimni yeb qo'ydi deb vahima qilishdan oldin raqamlarni ko'rish kerak. 5-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Iyulda pensionerlarga qo'shimcha pul berilyapti. Karta raqamingizni yuboring, SMS kodini ayting degan qo'ng'iroqlar yoki xabarlar bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya xodimi ham sizdan kartangizning to'liq ma'lumotini va SMS kodini so'ramasligi kerak. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni tugating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi amaliy qadamlarni aniq qilib beraman. Birinchi qadam, bugunoq hujjat papkangizni tayyorlang. Unga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, mehnat daftarchasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar, eski ish joyidan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari va oldingi arizalar nusxalarini soling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Muddati, blok holati, telefon raqami, bank ilovasiga kirish imkoniyati, yangi karta kerak yoki kerak emasligini aniqlang. Agar karta muddati iyulda tugasa, bankka kechiktirmay boring. Navbat bo'lishi mumkin. Karta tayyorlanishi vaqt olishi mumkin. 3-qadam. Mahalla yoki ijtimoiy xizmat mas'uliga boring. Men pensionerman, sharoitim mana shunday. Menga qanday yordam yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha murojaat qilish mumkin deb aniq so'rang, uyalmang. Bu sizning huquqingizni bilish uchun berilayotgan savol. 4-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling.
Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, stajingiz to'liq kiritilganiga shubhangiz bo'lsa, karta yoki pasport ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa rasmiy ariza bering. Arizada ism sharifingiz, JSHSHIR raqamingiz, telefon raqamingiz, manzilingiz va muammo mazmunini aniq yozing. Masalan, pensiyamni tayinlashda ish stajim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki bank kartam o'zgargani sababli to'lov rekvizitlarimni yangilab berishingizni so'rayman. Barcha javoblarni saqlang. Ariza topshirgan bo'lsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling. Elektron murojaat qilgan bo'lsangiz, murojaat raqamini yozib qo'ying. Bankdan ko'chirma olgan bo'lsangiz, uni tashlab yubormang. Chunki keyin pul kechiksa yoki hisob kitobda farq chiqsa sizda dalil bo'ladi. Kimlar albatta iyulda shoshilishi kerak? Karta muddat tugatganlar, pasport yoki ID karta almashtirganlar, yaqinda ko'chib o'tganlar, nogironlik muddati tugayotganlar, pensiyasi kamaygan yoki kechikkanlar, yolg'iz yashaydiganlar, eski ish staji hisobga olinmagan deb o'ylaydiganlar, yangi qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lganlar. Kimlar shunchaki tekshirsa yetadi? Har oy pulini o'z vaqtida olayotgan, hujjatlarda o'zgarish bo'lmagan va qo'shimcha to'lovga ariza bermagan pensionerlar. Lekin ular ham kamida karta muddati va hujjat ma'lumotlarini bir ko'zdan kechirish kerak. Demak, iyul oyida pensionerlar pul olishda muammo bo'lmasligi uchun 5 ta ishni bajarish kerak. Bank kartasi yoki pochta ma'lumotlarini tekshirish, pasport va ID karta ma'lumotlarini yangilash, qo'shimcha to'lov va yordamlar bo'yicha huquqini aniqlash, ish staji va pensiya qayta hisob kitobini tekshirtirish, ariza va hujjatlarni oy tugamasidan topshirish. Men yana bir bor ta'kidlayman. Ko'p muammo katta qonuniy to'siqdan emas, kichik e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Karta muddati o'tgan, telefon raqami eski, hujjatdagi ism boshqacha yozilgan, ariza kech topshirilgan, tibbiy ma'lumotnoma muddati tugagan. Bularning hammasi pul kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Sizning hududingizda pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar bilan bog'liq qanday muammolar bo'lyapti? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingizga yuboring. Chunki vaqtida berilgan bitta eslatma kimningdir pulini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.